Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar bekilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerak. Ana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'r bo'lib ketdi. Nima qilish kerak? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan behavo bo'lsa, o'zichasiga yechim istab ko'radi. Meni ham qilib ko'raychi, bo'lmadi. Meni qilib ko'raychi, bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'q. Nima qilish kerak shunda? Ana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarning ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi? Demak, nima qilish kerak ekan? Taqvo qilish kerak.